Hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil davom etmoqda. Xususan, sohani rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish, mavjud korxonalar faoliyatini kengaytirish hamda zamonaviy xizmat turlarini yo'lga qo'yishda muhim omil bo'lmoqda. Tibbiyot tizimiga ham tadbirkorlar tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi va zamonaviy bo'lgan tibbiy uskunalar xarid qilinib, bu orqali nafaqat soha rivojiga, balki davosi chet elda bo'lgan ko'plab kasalliklarga ham hududlarning o'zida yechim berilishiga erishilmoqda. Hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini kengaytirishga qaratilgan tizimli ishlar o'z samarasini bermoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlardan surxondaryolik tadbirkorlar ham unumli foydalanib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish orqali yaxshi natijalarga erishmoqda. Bu esa hududda nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishga, balki aholi salomatligini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Sho'rchi tumanida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyati tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining qarz mablag'lari yordami asosida faoliyatini kengaytirib, faoliyatiga zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarni jalb qildi. Natijada klinikada yuqori texnologiyali diagnostika va jarrohlik amaliyotini o'tkazish imkoni yaratildi. Bugungi kunda yurtboshimizning olib borilayotgan oqilona siyosatidan biz ham foydalangan holda klinikamizga yangi texnik uskunalar olib kelish maqsadida tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasiga murojaat qildik. Bu kompaniya tomonidan bizga uzoq muddatli hamda kam foizli qarz mablag'i ajratildi. Bu mablag'dan foydalangan holda hozirgi kunda klinikamizga zamonaviy va eng so'nggi rusumdagi tibbiy asbob uskunalardan olib kelgan holda xalqimizga xizmat qilyapmiz. Bizga qo'shni bo'lgan tumanlar Oltinsoy, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on tumanlaridan jami bizga bir kunda 250-300 nafar fuqaro murojaat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ilgari faqatgina viloyat markazi yoki poytaxtda bajariladigan murakkab tibbiy amaliyotlar endilikda tumanning o'zida bajarilayotgani quvonarlidir. Qayd etish lozimki, Surxondaryo viloyatida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'zining aniq natijasini bermoqda. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida kompaniya tomonidan hududdagi 5252 ta loyiha moliyaviy qo'llab-quvvatlanib, ko'rsatilgan moliyaviy yordamning umumiy hajmi 1,525 trillion so'mni tashkil etadi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Surxondaryo.